Assalomu alaykum. Uxlatish agentligidan keldim. Kimni uxlatishdi? Ichkari kirib gaplashaylik. Gapiring. Hamma tanishlarim meni uxlatib chiqqan. Men ham endi ularni uxlatmoqchiman. Shuning uchun sizlarni chaqirdim. Xavotir olmang. Bir haftada sizni buyuk mashining qilib yetishtiramiz. Yonib ketgan uyni ko'rdingizmi? Ko'rdim. O'sha bizning proyektimiz. 10 kunda mashinali bo'lasiz. Siz qanaqa uxlatmoqchisiz? Variantlar bormi? Bor. Birinchi variantimiz xalqona o'g'irlik. Yaqin odamingizdan $500 qarzga olasiz. Muddatdan oldin qaytarasiz. Undan keyin $2000 olasiz. Ishla zo'r bo'tdi deb muddatdan oldin ko'proq qilib qaytarasiz. Ana undan keyin $40,000 olasiz. Turkiyaga qochib ketaman-a? Qatdan bilasiz? Sinfdoshim shunaqa uxlatib ketganda, oka. Boshqa variantlar bormi? Bor. Ikkinchi variantimiz yaqin insoningiz nomiga kredit olasiz. Undan keyin Qozoga qochib ketaman. bunisini qatdan bilasiz? Qarindoshim shunaqa uxlatib ketganman. Unda tabib bo'lasiz. Tuflab davolayman deysiz. Yo'q, oka, tabib. Odamlar yig'ilguncha vaqt ko'p ketib qoladi. Men bittada guruhni uxlatmoqchiman. Bormi shunaqasi? Bor. Quruvchiman deysiz. Faqat katlaman qazib, uylan sotishni boshlaysiz. Yo'q, oka. Uy, kredit, quruvchi, tuyaqushi tuxumi, hamma bil bo'ldi o'sha. Menga O'zbekistonda hech kim qilmagan ni обычный variantidan bormi? Bor. Faqat uni rasxoti kattaroq bo'ladi. Lekin bir haftada millioner bo'lasiz. Roziman. Ertadan ishni boshlaymiz. Alo, oka. Eshitaman. Uxlatish agentligimi? Aha. Kimni uxlatish kerak? Yo'q, oka, men klientilaman, oka, klientilaman. $5,000 pul olib, ertadan ish boshlayman degdinglar. Oka, 10 kun o'tib ketdi. Hali ham yo'qsizlar. Telefon qilsam ko'tarmayapsizlar. O'rgatmoqchi bo'lgan variantinglar qanaqa edi o'zi? Shunaqa edi aka. Shunaqa? Uzr aka, men hozir Istanbulda edim, keyinroq gaplashamiz-a. Aşkım. Voy. Umrim. Without the chaos.